Mavzu qiyalik mavzusi. Bizda qiyalik qatnashgan qo'sh tavorni profilini yasashimiz kerak. Bu uchun o'lchamlar berilgan bo'ladi. Shu o'lchamlardan foydalanib hozir qo'sh tavorni profilini yasab olamiz. Buning uchun bizda H masofa 120 ga teng, B masofa 64 ga teng, S masofa 4,8 ga teng, T masofa 7,3 ga teng, R radius 7,5 ga teng, kichkina r radius bu 3 ga teng. Masshtab 1:1 nisbatda qiyalik 12% bajarishimiz kerak. Buning uchun qo'sh tavorni biz bilamizki, bu simmetrik profildan iborat bo'ladi. Shu uchun markaz chizig'ini avval o'tkazib olamiz. Bunga h masofani o'lchab qo'yamiz, ya'ni h masofa 120 ga teng. Belgilab olganimizdan keyin shu nuqtadan gorizontal vaziyatda simmetriyaga nisbatan perpendikulyar yuqori va ostki qismidan gorizontal chiziqlar o'tkazib olamiz. Bunga h masofadan o'tkazilgan gorizontal chiziqlarning ustida b masofa 64 ni teng 2 ga bo'lib simmetriyadan ikki tomonga tashlaymiz. Ya'ni b masofani tashlab olamiz. Simmetrik bo'lganligi uchun teng 2 ga bo'lib tashlab olamiz har doim. Endi buni o'lchab olgandan keyin bizga qiyalikni 12% qiyalikni bajarishimiz kerak bu yerda. O'sha qiyalikni bajarish uchun boshlanish nuqtasini topishimiz kerak. Boshlanish nuqtasini topish uchun bizda B ning oxirgi nuqtalari mavjud. O'sha B ning oxirgi nuqtalaridan ichkariga qarab, ya'ni ichki tomoniga qarab B minus S taqsim 4 ni biz o'lchab qo'yishimiz kerak. Birinchi navbatda buni o'lchab qo'yish uchun biz shu formuladan foydalanib berilgan o'lchamlarni bu yerda hisoblab olamiz. 64 minus 4,8 taqsim 4 bu bo'ladi 14,8 ni beradi. Demak, 14,8 ni B ni chetki nuqtasidan ichkariga qarab 4 talab burchakda ham o'lchab ichkariga tashlab chiqamiz. Undan keyin shu nuqtalardan boshlab biz vertikal vaziyatda T masofani o'lchab ko'chiramiz. T masofani o'lchab vertikal vaziyatda o'lchab qo'yganimizdan keyin shuning oxirgi nuqtasidan biz qiyalik o'lchab qo'yish uchun qiyalikni yasab olishimiz uchun bizda boshlanish nuqtasi bo'ladi. Shu nuqtadan gorizontal vaziyatda 100 mm o'lchab qo'yamiz. 12% qiyalik bo'lganligi uchun 12 ta vertikal vaziyatda o'lchab chizaman va qaytib shu T nuqta bilan tutashtirib o'tkazaman. Bu yerda uchburchak hosil bo'ladi. Uchburchakning gipotenuzasi bizga qiyalikni beryapti. Ya'ni o'tkazib olganimdan keyin biz bitta burchakda yasab oldik. Uni qolgan burchaklarda ham xuddi shu tartibda yasab olamiz. Bizda 12% qiyalik hosil bo'ladi. Endi biz qo'sh tavorni profilini yasash uchun keyingi bosqichda demak profilni qalinligi bo'ladi. Shuni qalinligini S masofani 4,8 ni teng 2 ga bo'lib qalinligini tashlab olamiz. Endi bu yerda chiziqlarni tutashtirish uchun bizda ikkita radius berilgan. Katta radius demak 7,5, kichkina radius 3 ga teng. Birinchi kichkina radiusni tutashtirish uchun B ni chetki nuqtalaridan vertikal chiziqlar chiqaramiz. Bu yerda hosil bo'ldi o'tmas burchak ostidagi ikkita o'zaro chiziq. Shu chiziqlarni kichkina radius 3 masofadagi radius bilan tutashma bajarilib, bu yerda ikkita chiziqni o'zaro tutashtirib qo'yamiz 4 tala burchakda ham. Undan keyin katta radius 7,5 masofadagi radiusda bu yerda ham o'tmas burchak ostidagi o'zaro burchak hosil bo'lyapti. Ya'ni S dan kelgan chiziq bilan 12% qiyalik chizig'ini tutashtirish uchun 7,5 radiusdagi tutashmani bu yerda tutashma bajarib qo'yishimiz kerak. Shuni bajarib 4 tala burchakni ham tutashtirib biz qo'sh tavorni profilini yasab olamiz. Shu tartibda.